Xo'p, demak davom etamiz. Keyingi maylimiz bu shart mayli hisoblanadi. Boshqa bir harakat va holatning bajarilishi yoki bajarilmasligi uchun shart bo'lgan harakat va holatni, shuningdek istak, xohishni bildirgan fe'l shakllariga shart mayli deymiz. Va bu sa qo'shimchasi yordamida ifodalanadi. Masalan, yomg'ir tezroq tinsa ekan. Mana bu yerda tinsa ekan deb xohishni ham bildiryapti. Shart mayli edi, ekan to'liqsiz fe'llar bilan kelganda orzu, istak ma'nosini bildiradi. Xuddi tinsa ekan kabi o'qiganimizdagi kabi. Yoki sa edi shakli bilan ba'zan saydi tarzda talaffuz ham qilinishi mumkin va yozilishi ham mumkin. Shart mayli shakli kerak so'zi bilan kelganda esa taxmin, gumon ma'nosini ifodalaydi. Masalan, bu yil bahor kechroq kelsa kerak. Odam qahrlansa bilimsiz bo'ladi, jahl kelsa aql ketadi. Shu kabi. Demak, shart mayli sa qo'shimchasi bilan ifodalanadi. Edi emish bilan kelsa orzu, istak ma'nosida va sa edi, saydi tarzida yozilishi va o'qilishi ham mumkin. Yoki sa plus kerak so'zi kelsa, demak, taxmin, gumon ma'nosini ifodalash mumkin. Bu shart mayli edi. Shu bilan bizda fe'lning munosabat shakllarining ikkinchisi ham tugadi. Ya'ni shaxson qoldi, faqat bizda maylni ko'rdik, zamonni ko'rdik. Demak, shaxson. Shaxson fe'lning shaxson shakllari. Fe'lda ifodalangan harakat va holatning bajaruvchi shaxsini va bajaruvchi shaxsini, ya'ni bu shaxs bitta yoki bir nechta ekanligini bildiruvchi qo'shimchalar shakllariga biz shaxson qo'shimchalari, shaxson shakllari deb ataymiz. Demak, fe'ldagi shaxslar birlik, ko'plikka bo'linadi. Ya'ni bitta insonmi, ikkita insonmi va 3 ta shaxsga bo'linadi. Bu birinchi shaxs men, ikkinchi shaxs bu siz, uchinchi shaxs o'zga, ya'ni ular. Men, sen, u bo'ladi. Shaxs bu. Birlik va ko'pligi esa mana shu jadvalga e'tiboringizni qaratib turing. Birlik va ko'pligi esa bir nechta inson men deyaptimi, bir nechta inson u deyaptimi yoki bitta inson men deyapti, u deyaptimi? Shu. Ya'ni birlik ko'pligini bildirishi, bu bitta insonmi, ikkita insonmi, shunisini bildiriladi. Shaxslar, ya'ni birinchi shaxs, ikkinchi shaxs, uchinchi shaxs deyishimiz bu birinchi shaxs o'zimiz, ikkinchi shaxs bu siz, uchinchi shaxs bu u bo'ladi. Endi ana shuni fe'lga xos tarzda, fe'lga moslashtirib ko'rib chiqamiz. Birinchi shaxs birlik. Qarang. M qo'shimchasi bilan ifodalanyapti. Mana birinchi shaxsni oldin aytyapman. Birinchi shaxs deyapman-da, keyin birlik deyapman. Tagiga qarasak, qo'shimchasi turibdi. M qo'shimchasi. Masalan, keldim. Di zamon, m shaxson. Keldim. Ana shu da kel fe'l, di zamon, mana shu yerdagi m shaxson. Ya'ni men keldim. Birinchi shaxs birlik. Ikkinchi shaxs birlik. Buni qo'shimchasi ng. Ya'ni sen kelding. Kel asos, di zamon, kel asos, di zamon, ng shaxson va ikkinchi shaxs birlik shaxsoni. Xo'p, uchinchi shaxs birlik. U keldi. Qarang. E'tibor beryapsizmi?
Mana qo'shimchalari. Endi ana shuni gaplarini ham tuzib chiqamiz. Keldim birinchi shaxs birlik, kelding ikkinchi shaxs birlik, u keldi uchinchi shaxs birlik. Zamon bilan tugayapti. Ya'ni shaxs son 0. Shaxs son bu yerda qo'shimchasiz ifodalanyapti. Lekin qo'shimchasiz. Keldimdagi m shaxs son, keldingdagi ng shaxs son, keldidagi shaxs son 0 kategoriya. Ya'ni qo'shimcha kelmayapti. Ya'ni mana ko'rsatib qo'yibdi o'zi. Qo'shimcha yo'q bu yerda. Yoki birinchi shaxs ko'plik. Mana endi shaxsni o'qiyapman va ko'plikni o'qiyapman. Qo'shimchalarga ham e'tibor berib turing. Birinchi shaxs ko'plik. Biz keldik. Ular ikkinchi shaxs ko'plik. Siz keldingiz. Uchinchi shaxs ko'plik. Ular keldilar. Va hokazo. Xo'p. Endi ikkinchi turi shaxs va sonda birlik ko'plikni kelishi. Bu 3 ta turga bo'linadi. Mana birinchi tur, ikkinchi tur, uchinchi tur sifatida kelyapti bu yerda. Ikkinchi turda man, san qo'shimchasi va 0 kategoriya. Bunda qo'shimcha bor, bunisida ham qo'shimcha bor, bunisida qo'shimcha yo'q. Men kelaman, san kelasan, u keladi. Qarang, yana qo'shimcha ishtirok etmayapti. Biz kelamiz, siz kelasiz, ular keladilar. Bu yerda ham shu. Keyingisi men kelay, sen kelgin, u kelsin. Bizlar kelaylik, siz keldingiz, ular kelsinlar. Demak, gaplarni mana shu jadval asosida tuzib ko'rib chiqsak, shaxs sonni yaxshi o'rganib olar ekanmiz. Endi fe'llarning yasalishi. Bunda aytish esimdan chiqibdi. Zamondan keyin asosan shaxs son qo'shimchalari keladi. Qachon kelsa ham fe'l plus zamon plus shaxs son. Mana bu haqiqiy butun fe'l, butun kesim hisoblanadi. Ya'ni unda zamon, shaxs son bor. Mayl bo'lsa o'rtada kelishi ham mumkin, undan keyin kelishi ham mumkin. Zamon shaxs sondan keyin kelishi ham mumkin. Xo'p, bu hozirgi mavzuimiz esa fe'lning yasalishi. Fe'llar ham yasaladi, qanday yasaladi va fe'lning tuzilishiga ko'ra turlari. Bizda 2 ta ma'ruza qoldi. Fe'lning yasalishi. Fe'llar 2 xil usulda yasaladi. Affeksatsiya usuli, kompozitsiya usuli. Affeksatsiya usuli bu so'zga qo'shamiz qo'shimcha. Kompozitsiya usuli esa so'zga qo'shamiz so'zni. Ya'ni so'z plus qo'shimcha bo'lsa affeksatsiya, so'z plus so'z bo'lsa kompozitsiya usuli. So'zga so'zni qo'shish bu kompozitsiya usuli bo'ladi. Ana shulardan affeksatsiya usuli haqida gaplashamiz. Demak, fe'l yasovchi qo'shimchalar, ya'ni so'zga qo'shimchani qo'shish bu affeksatsiya usuli. Marfu'lik usul ham deyiladi. Demak, fe'l asos plus mana fe'l yasovchi qo'shimchalarni qo'shilishi. Bu asos esa fe'ldan boshqa so'z turkumi bo'ladi. Masalan, ot bo'ladi, sifat bo'ladi, hop, ravish va hokazo bo'lishi mumkin. Taqlid so'zlar. Mana shu asos. Hop. Ana shu asosga biz fe'l yasovchi qo'shimchalarni qo'shamiz. Ya'ni la, a, i, sira, sa, ar, illa, ra, ay, lash, lan, lik. Masalan, o'yla, o'yna, o'yin, o'yna. Bu yerda tovush tushishi hodisasi ro'y berdi. Boy, boyi. Buyruq ma'nosidagi fe'lga aylanib ketdi. Sen,
Bu olmoshga sira, sensira fe'l, buyruq ma'nodagi fe'l hosil bo'ldi. Suv, suvsa. Qizi, qizar. Guv, guvilla. Yarq, yarq so'ziga yarqira so'zi qo'shildi. Kuch, nima? Ot so'z turkumi. Kuchay fe'lga aylandi otdan. Salom. Demak, so'z gap. Salom. Assalomu alaykum. Bular so'z gap. Salom bu ot. Hop. Salom plus lash bu fe'lga aylandi. 2 son so'z turkumi plus lan, ikkilan fe'lga aylandi. Bir, demak, birik. Demak, fe'lga aylandi. La, a qo'shimchalari ot, sifat, undov so'zlaridan fe'l yasaydi. A, y, sira, sa qo'shimchalari ot, sifat, ravishdan ba'zan ravishdan ham fe'l yasaydi. Xo'p. Ar qo'shimchasi sifatlaridan fe'l yasaydi. Mana qizar kabi. Bu belgiga e'tibor berib qarab chiqamiz. Taqlid so'zlaridan yasaydi. Illa, irra qo'shimchalari, sira qo'shimchasi esa olmoshdan yasaydi. Masalan, sen sira. Xo'p. Endi esa keyingi qoida. Ayrim fe'llar fe'l yasovchi qo'shimchalarni imlosi, ya'ni a, o'yin, o'yna. Bu yerda tovush tushishi. Yuqorida ham aytdik, qiyin, qiyna. Bu yerda ham i tovushi tushyapti. Ay qo'shimchasini talaffuzga qo'sh. Past, baland, sust kabi so'zlarga tovush tushib, ay qo'shimchasi qo'shiladi. Ya'ni pasay, susay bo'lib. T tovushi tushyapti bu yerda. Illa qo'shimchasini imlosi. Illa tarkibida u unlisi yo v undoshi bo'lgan bir bo'g'inli so'zlarga qo'shilganda ulla tarzida aytiladi va shu holatda yoziladi. Masalan, shovulla. Demak, bu ularning qo'llanilishi bo'yicha qoidalar, ya'ni fe'l yasovchi qo'shimchalarning imlosi bo'yicha qoidalar edi. Bu affeksatsiya usuli, ya'ni asosga demak, qo'shimchalarni qo'shish orqali fe'l hosil bo'lishi. Endi biz asos plus asosni ko'ramiz. Ya'ni so'zga so'zni qo'shib fe'l hosil qilamiz. Xo'p, sotib olmoq fe'l plus fe'l, olib bormoq fe'l plus fe'l, olib kelmoq, olib chiqmoq, olib qochmoq, ishlab chiqarmoq, chiqarib olmoq. Bunday fe'llar kam uchraydi, lekin mana shu fe'llarimizni yodlab qo'ysangiz, bular qo'shma fe'l hisoblanadi. Biz buni ko'chirma gapli qo'shma gapda ham ko'rib chiqdik. Ko'chirma gapda o'z ma'nosini yo'qotgan fe'l, o'z ma'nosini saqlagan fe'l plus o'z ma'nosini yo'qotgan fe'l. Bu ko'chirma gapli qo'shma gap edi. Qo'shma gapda esa, ya'ni biz mana hozir ko'rib chiqayotgan asos plus asosda esa o'z ma'nosini saqlagan fe'l plus o'z ma'nosini saqlagan fe'l. Ya'ni ikkala fe'l ham o'zini ma'nosini saqlaydi. Sotib olmoq masalan, avval sotib, keyin oladi. Ya'ni oldin pulini berib, keyin oladi. Olib bormoq, olish harakati ham, borish harakati ham mavjud. Olib kelmoq, avval oladi, keyin keladi. Olib chiqmoq, avval oladi, keyin chiqadi. Demak, ikkalasida ham ma'no saqlangan. Mana shu fe'llarimiz bu qo'shma fe'llar hisoblanadi. Keyingi usulimiz, ya'ni kompozitsiya usuli haqida gaplashyapmiz biz hozir. Kompozitsiya usulini hozir fe'l plus fe'lini ko'rdik. To'g'rimi? Ikkalasi ham fe'l edi. Endi ana shu o'zgaradi. Ya'ni fe'l bo'lmagan so'z plus fe'l. Ya'ni fe'ldan boshqa so'z turkumlari bilan ifodalanayotgan fe'l. Mana fe'l bo'lmagan so'z va fe'lni qo'shish orqali. Bezor bo'l, qarang. Bunyod qil, ot plus fe'l ketyapti. Ya'ni bo'l, qil so'zlari qo'shilyapti. Bunyod, bezor so'zlariga. Voyaga yet, mana. Giriftor bo'l, yod et, yod ol, jalb et, judo bo'l va hokazo.
Mana shu so'zlarimiz fe'l bo'lmagan so'z plus fe'l va bular qo'shma fe'l. Bu so'zlarni hosil qilish uchun esa tarkibida qilmoq, etmoq, aylamoq, topmoq, yemoq, urmoq, ko'rmoq, kelmoq, keltirmoq, bo'lmoq, bermoq, olmoq kabi yordamchi fe'llar qatnashishi kerak. Shunda mana nazorat qil, nazorat et. Shunda fe'l bo'lmagan so'z plus fe'l hosil bo'ladi. Va bizda oxirgi mavzu fe'llarning tuzilishiga ko'ra turlari. Fe'l boshqa so'z turkumlari singari 4 ta tuzilishga ega. Sodda fe'l, qo'shma fe'l, juft fe'l va takroriy fe'l. Bulardan sodda fe'llar. Sodda fe'llar 2 xil bo'ladi. Bilamiz, bular sodda tub va sodda yasama. Ya'ni sodda tub bu oddiy ket, kel, yur, bor, o'tir kabi tarkibida hech qanday qo'shimcha bo'lmaydi va sodda tub fe'l, tub. Ikkinchi sodda fe'lni ikkinchi turi bu sodda yasama hisoblanadi. Ya'ni tarkibida so'z yasovchi qo'shimcha bo'ladi. E'tibor bering, so'z plus so'z emas. So'z plus qo'shimcha. Ya'ni so'z yasovchi qo'shimcha bo'lsa tarkibida bu so'z fe'l bo'lsa, shunda biz sodda yasama deymiz. Masalan, shod plus la, shodlan. Gap plus ir, gapir. Yangi plus la, yangila. Gu, taqlid so'z plus illa, gulla. Shu tarzda biz sodda yasama fe'lni hosil qildik. Bu sodda fe'l edi. Keyingisi qo'shma fe'l. Xo'p, qo'shma fe'llar birdan ortiq asosdan tashkil topib, asoslar orasiga boshqa qo'shimchalarni qo'shib bo'lmaydigan, bitta so'roqqa javob bo'ladigan fe'llarga biz qo'shma fe'llarni olsak bo'ladi. Va qo'shma fe'llar ot, sifat, son, olmosh, ravish, undov, taqlid so'zlarga qil, bo'l, et singari so'zlarni yoki fe'l shakllaridan kelmoq, ketmoq singari fe'llarni qo'shish bilan ham hosil qilinadi. Masalan, tarbiya qilmoq, eski bo'lmoq, bir bo'lmoq, yaxshi chiqmoq, kim bo'lmoq kabi. Qo'shma fe'llarning har ikkala qismi o'zining lug'aviy ma'nosini saqlaydi. Ya'ni o'z ma'nosini saqlagan fe'l plus o'z ma'nosini saqlagan fe'l tarzda bo'ladi. Bu qo'shma fe'llarni bo'laklarga ajratib bo'lmaydi. Ular bitta so'roqqa javob bo'ladi. Xo'p, keyingi esa juft fe'llar. Ikki fe'l juftligidan tashkil topgan va bitta so'roqqa javob bo'ladigan so'zlarga juft fe'llar deymiz. Masalan, bu oson. Kelib, ketib, yelib, yugurib va juft fe'llarni bilamiz. Chiziqcha bilan ifodalanadi, chiziqcha bilan yoziladi doimo. Lekin shunday so'zlarimiz, juft fe'llarimiz bor, ular ot so'z turkumiga o'tib ketgan. Masalan, chunki ular bitta so'roqqa javob bo'ladi. Oldi, berdi, bordi, keldi. Quda andachilikda bordi, keldi juda yaxshi narsada. Nima juda yaxshi narsa? Bordi, keldi. Yoki savdogarlikni ishi shu, oldi, berdi. Ya'ni ishi nima? Ishi oldi, berdi. Bu ot so'z turkumiga o'tgan, fe'ldan ot so'z turkumiga o'tgan so'zlar hisoblanadi. Takroriy fe'llarimiz ham juda oson, ya'ni asosni aynan takrorlanib kelishidan hosil bo'lgan va chiziqcha bilan yoziladigan so'zlarni biz takroriy so'zlar deymiz. Ishlay, ishlay, kuta, kuta, o'ylay, 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 o'z o'yiga yeta olmadi yoki o'yladi, o'yladi, o'yiga yeta olmadi. Bular juft va uzr takroriy fe'llar hisoblanadi. Xo'p, mavzu yoqqan bo'lsa, sizdan kommentariyada kutib qolaman izohlarni. Darsimiz tugadi. Kattakon rahmat.